А ну дай потрогать. Agar sen bu jarayondan ham yashab o'tsang, senga taqdir juda ham ajoyib sovg'a, to'liq yig'ilgan lezvadek tishlarni ko'rasan. Demak, endi sen to'liq shakllangan jangchisan va endi seni panjalaringga hurmatlar yog'iladi, to'g'rimi? Yo'q, bunday qurollar seni aka-ukalaringda ham borligidan boshlasak va ular bu qurollarni senga qarshi hech ikkilanmasdan ishlatishadi. Senga o'z o'rningni ko'rsatib qo'yish uchun. Народ, погнали нахуй! Ko'p holatlarda yosh sirtlonlar urushi o'lim bilan yakun topadi va bu janjalga ona sirtlon aralashmaydi, chunki bu tabiiy tanlanish. Agar sen bu bosqichdan ham tirik qolsang, baribir xursand bo'lishga shoshma, chunki bu hali boshlanishi. Seni yaqin kelajakdagi hayoting to'dadagi kattalardan kaltak yeyish, masxara qilishlariga chidash, to'da stoldan kichkina bo'lsa ham suyakcha olish va to'g'ri ma'noda hayot uchun kurashishdan iborat bo'ladi. Chunki rostdan ham sen o'lishingni kutib yurganlar ancha bo'ladi. Agar sen alfa urg'ochining bolasi bo'lmasang, chunki sirtlonlar jamiyati qat'iy matriarxat.